Demak, 9-variant 37-savol. Bu savol ko'pchilikka tanish, chunki oldin milliy sertifikatga tushgan va ishlash juda ham oson. Birinchisi belgilash kiritib olishimiz kerak. Bizda nerv hujayrasi bor, muskul hujayrasi bor. Va bu yerda umumiy glyukoza miqdorini belgilashimiz kerak, chala parchalangani va to'liq parchalangani. Bizda umumiy nerv hujayrasida parchalanganini x, muskul hujayrasidagini esa y deb belgilab olaman. Ana endi o'qiydigan bo'lsak, nerv hujayrasida glyukozaning 25% to'liq parchalandi deyapti. Nervda to'liq parchalangani bu 25%. Shuning uchun uni 0.25x deb belgilab olaman. Chala parchalangani esa tabiiyki 0.75x bo'ladi. Muskul hujayrasida glyukozaning qanchasi 80% chala parchalandi. Okey, 80% chala parchalangani uchun 0.8y deb olaman. To'liq parchalangani tabiiyki 0.2x bo'ladi. 0.2y bo'ladi, kechirasiz. Keyin qiladigan ishimiz bu berilgan glyukoza grammini molga aylantirib olish. Nega? Agar biz gram bilan ham ishlasak bo'ladi, lekin bu sertifikatda juda qiyin hisob-kitobni talab qiladi. Shuning uchun tinchgina uni gramga aylantirib olamiz. Demak, umumiy glyukozaning miqdori 51 mol. Shulardan jami to'liq parchalangani esa 12 mol ekan. Yaxshi. Biz tenglama qilamiz. X plus y, ya'ni bu umumiy nerv hujayrasida parchalangan va muskul hujayrasida parchalangan. O'shani qo'ysak 51 mol ekan. Ya'ni bu umumiy glyukozaning miqdori. Ana endi chala parchalangan jami 12 mol. Bu yerda nerv hujayrasida 0.25x to'liq bu to'liq parchalangan 12 mol. Nerv hujayrasida 0.25x to'liq parchalangan, muskul esa 0.2y to'liq parchalangan. 0.25x ga 0.2y ni qo'ysak, demak 12 molni tashkil qilish kerak ekan. Mana shuni topib olamiz. Bunda y 15 chiqadi, x esa 36. Demak, nerv hujayrasida 36 mol parchalangan, muskul hujayrasida esa 15 mol. Demak, nerv hujayrasida necha gram glyukoz parchalangan? Topish juda oson. 36 ni ko'paytiramiz 180 ga. Javob 6480. Muskul hujayrasida glikoliz bosqichida issiqlik sifatida tarqalgan energiyani toping. Muskul hujayrasi 15 mol edimi? Glikoliz bosqichida barchasi glikoliz bosqichini boshdan o'tkazgan ekan, issiqlikni topish uchun 15 molni 120 ga ko'paytiryapman. Chunki glikoliz bosqichida bilamiz 120 kilojol issiqlik sifatida tarqaydi. Javob 1800 ni tashkil qilar ekan.